Mana ota yurtimiz Machay qishlog'ini ham darasidan chiqyapmiz. Mana oxirgi ko'prik. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, mahalladoshlar, vatandoshlar, videolarni ko'rib, kimda qanday fikr bo'lsa, bemalol fikrlaringni kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Endi manzara vahshim dahshatda bir xudo bergan joylarda. Ey, bu yerga ham bir cho'pon oila soya salqinda tabiatni toza havosida bemalol chuqur nafas olib mollarni boqib yuradi. Hozir molini ham toqqa haydab ketganmi deyman. Magazin. Lager, zindonak, lager. Lager. Zindonak, lager. Olyapman, lager deyapman. Ana bitta yo'likni ko'rib qo'ydik Boyqaram akalarimiz. Ey, shotini kamiga. So'radik, qayerdan kelyapsan desak, zindonak deyverdi. Mana xudo xohlasa lager ham tugadi.